Hürmetlik vatandaş endi anlaydığınla Angliyalık Abdur Charles Bolger yazıp tarqatqan Yakup Bey'nin tercümhali mavzuluk kitapның tünügün davamlaştırgan leksiyanın davamını anlaysızlar. Hükümrallah üstüde qanda qaraşlı işkenligini soraganda onun tüvendeki cevabıdan onun cüngulukla başqırışqa mayır. Ale tercüman Xitay, naçı Xitay ken cuma. Cüngulukla başqırışqa mayır. Hazırgı devlet başqırışını bilmey vasıflar cüngulukla. Yakup Bey devre, menşin devri o. Digen qaraş işkenligi işengen. Eliki söylediler, mundaq cevap bergen. Siz hazır bu bazarda körüp atqan ahval Xitayla degan sözün bir yer yeşmesi, tercümesini beripti vatandaşlar mundaq depti. Xitay degan atalgı aslida tarixdagi Qitan degan atalgının özgürüşüden tarılıp çıkkan bulup chet ellikler onu Xitay deb işiltidi mesela Ruslar. Yakınqı zamanda Hanzu degan atalgı umumlashishdan ilgari hali uzoqcha Xitoy degan atalgı qo'llanib kelingan edi. Abdur o'z asrida Hanzularni ayni zamondagi Qing sulolasi hukmronlik qilgan chog'dagi Qing, ya'ni Jungodan farqlantirish uchun Xitoy deb atagan. Tercümede eserinin asli kıyafetini saklap qilish uchun bu atalgı aynen qo'llanildi. Yani Xitoy deb ilindiydi. Ko'rib atgan ahvol Xitoyla bor chog'dagi ahvolga tamoman o'xshamaydi. Bugungi kunda dehqonlar to'xut tuxumlarini, paxta yeb matolarini, kala qo'y, at eshaklerini shaharga akilib sotadi. Bazardan qaytishida çit şatı var, tumaq telpek, ötök məsə və özlərine lazımlıq nərsə kereklerini elib, obdan gıza yeb qaytıdı. Biz mallarımızı yığıştırıp, rətlib, dükkanlarımızı taqqab, çöpqətlərimizdən kelər ki bazar günü, yəni kelər, soda seti qilib ketişini kütümüz. Moşu ağırlıqda. Bəzilərimiz hətta az mal elib, səhradakı çar bazarlarımı kögüləb gelimiz. Bu cünguluklarına əlaqə, yerlik sodigerlərdən sorğandı, sodigerlərdən beri vatqan cevapları. Kögüləb gelimiz. Amma çoğun sodigerləri şəhərlə bazar günüdür buludu. Xitayla devrede ahval bütünley başqıcıydı. Demek Yakup Bey geldi, Xitayla gitti bir yedin degen. O zamanlarda her güne bazar bulup durattı. Bazar günü tek hemen kızıp gidetti. Uçaklarda bir qazi altı reisini əgəşdirib gelip kişilerini urup namazga heydeydiğen ayallarını keçilerden koçalardan qoğlaydiğen işler yok idi. Uçaklarda bazı adamlar arak içsimi ya ki haram goşlarını yiyisimi deri yemeydi. Uçaklarda yine bütünlüğü hata tasvirler. Uçaklarda yine kızıkçılık kılıdığan mollakçılar, darvazcılar, palçeren mallar, meddahlar öz maharetlerini görüştüp kişilerin iç püşüğünü çıkarattı. Dükkanların işçilerine xilmi-xil tuğ elemle ve resimle esilattı. Hacetmenlerin köngülünü alıdığan, bu anlık sörtken, tavadurdun kiyimlerini keygen. Bu sövdügerden yani aşı tüzüm şeraitideki ahlaksızlıkla hazırki atılık gazının kattık musulmançılık tüzümüdeki ahlak bilen seliştirişki bolmaz dep soralganda bu sövdüger şundak seliştirişki bolmaz. Şundak seliştirişki bolmaz. O çağlarda lükçek, bengi, qımarvaz tolu idi. Bəziler qattiq məs bulup qalsa, bayvetçiler, ya yançıqçılar, ulanın yançıqlarını qorğudab qoyatdı. Lekin bu işler hazır mı? Tügəb ketgini yok.
Lekin ilgirgidek oshkora emas. Çünki hazır İslam dini hüküm sürdü. Onun qoidalariga qattiq amal qilmay bo'lmaydi deb javob bergan. So degan javob ekan vatandosh. Bu to'lama obrazlik guvohlik bo'lib, ikki xil hukmronlik tuzumni ba'zi bir to'qim kitoblardagidimi aniqlik suratlab beralaydi. Endi biz boyaqi temamizga qaytib kelsak, yuqorqi bayonlar Jungoliklar bunida 15 yil ilgari qo'g'lab chiqarilgandan keyin, ya'ni Xinjiangdan, Uyg'uristondan qo'g'lab chiqarilgandan keyin Yarkanning boyligi va nupusining kemiyib ketganligini tushuntirib berdi. Qiziq ish. Xotan Yarkanning sharqi janubi 150 mil, Sanjuning sharqiga taxminan 90 mil keladi. Koylan tog'larining shimoliy etigiga joylashgan bo'lib, Qashqar rayonining eng janubidagi bir qadar muhim shahardir. Xotan Jungoliklar idora qilayotgan chog'larda bu yer eng gullangan sanoat markazlaridan biri edi. Uning ustiga bu yer Tibet bilan bo'ladigan barliq savdo-sotiqning markazlashgan joyi bo'lg'achqa, bozor nayti qiziti. Jungoliklar bu joyni Xotan deb ataydi. Yerli fuqarolar yanada ilchi deb atishadi. Tibet'ten keltiriladigan qo'y yungi va oltindan boshqa bu yerning o'zining Koylan tog'larida oltin kollari bor. Uning ipar, yipak, qosh tashlari atrofdagi allaga mashhur. Shu sababdan Xotanmi Jungoliklarning ketishi bilan zarbaga uchragan. Bu shaharning ahvoli shunday. Yaqub Begning qattiq harbiy tartiblari va omonlikni saqlash tadbirlari bu yerdagi ajoyib xislatlik millatning g'ayrati va boyligi oldida to'lama puchak sun'iy narsa bo'lib qolgan. Tarjimonning detallari ma'lum. Shturpan yoki Yangi Turpan Qashqardan Oqsuga boradigan yo'l ustidagi kichik bir shahar. Uni hali atiga chiqib qolgan Turpan bilan aralashtirib o'tmaslik kerak. Turpan sharq tarafdagi yiroq bir joy, ya'ni Gansuga boradigan cho'ng yo'l ustidagi bir shahar. Kishilar uni Shturpandan farqlantirish uchun Ko'ni Turpan deb ataydi. Shturpan hech qachon muhim o'rinni egallagan shahar emas edi. Lekin o Jungo karvonlari cho'qim o'tadigan yo'l bo'lish bilan xeli ko'p afzallikka ega bo'lg'achqa Yaqub Beg bu yerda bir necha qal'a yasatgan. Shuning bilan o harbiy jihatda muhim qo'rilg'a aylangan. Kechiringlar vatandoshlar. Aksu Qashqarning qadimki markazlaridan biri. Bu shahar Xitoyla qo'g'lab chiqarilgandan keyin boshqa har qanday bir shahardanmi bakrak xaroblashib ketgan bo'lsa-mu, lekin odillik bilan aytganda u yerni Qashqariyadagi 3 shahar deyish, 3-chi shahar deyishga bo'ladi. Hele vaqa yuz berishdan ilgari Muzdavon orqali iliga o'tadigan bir yo'l bo'lib, yo'llarda o'tanglar qurilgan ekan. Yasash to'limi qiyin bo'lgan bu yo'lni odam va ot uloqlarning menishiga loyiqlashtirish uchun yil bo'yi madakor yollab yasatilib kelgan. Ammo bu yo'lda ko'p yillardan beri qatnash uzilib qolg'achqa uni burunqi holatiga keltirish uchun nurg'un odam kuchi va xarajat sarf qilishga to'g'ri keladi. Bu shaharning atrofida qo'g'ishon, mis va gungurt qatorliq kon boyliqlari mo'l bo'lsa-mu, ammo yaqinqi yillardan buyon bu konlar bilan hech kimning kori bo'lmagan. Toshko'mirmi bu yerdagi aholining kundalik yiqilg'usi ekan.
ak köngel aksolukla meyli aklı idrak cehatti bolsun, yaki öz yurtunu güllendiriş cehatti bolsun, Kaşgariyelikler işide birinci orunda turuşqa layık. Muzdaban yolu tosulub qalğanlıqdan əsildiki qolcu bilen buladigan soda bütünley üzülüp qalğan. Neticede Çar Rusiyaga tava bu joyning qolcu ne demekçi? Çar Rusiyaga tava bu joyning barliq qatnash transporti Narıntagi orqali Verin Almatani Verin deb ataydi ekan. Qatnash transporti Narıntagi orqali Veringa tutuşadigan bo'lgan. Bu o'zgarish Qashqarga foydaliq bo'lsa-mu, Aqsuga butunlay ziyonliq. Balkim Aqsu elimi muhim o'rinlarning biri bo'lishi hamda o'zining qo'lidan ketgan o'rniga o'ylamagan yerda qayta ega bo'lib qolishi mumkin. Qısqası, biz Yakup Bey o yerdeki qadimki qo'rg'onlarni kishilarning aytganidek zamonaviy top zembireklarning o'qiga bardashlik beradigan qal'a qilib o'zgartgan degan gapnimi ayta olamiz. Yakup Bey harbiy bazalarni qurgan. Biz yuqorida Qashqar, Yengasa, Yarkan, Xotan, Shtirpan, Aqsudan iborat 6 shaharni ko'rishib o'tdi. Qashqariya mana mushu shaharlardan tarkib topildi. Bir zamonlarda bu yerning 6 shahar deb atalishi mushu sababdan bo'lishi kerak. Bulardan boshqa biz yana shunimi qo'shimcha qilib o'tamiz-ki, hozirgi Qashqarning eng chet g'arbi janubida Seriqqo'l yoki Toshqo'rg'on deb ataladigan bir joy bo'lib, bu yer Afg'oniston bilan chegaralanadigan birinchi